Assalomu alaykum hammaga. O'zbekiston, butun dunyoda mana kuzatib boradigan auditoriyam, hammanglar sog'lommisizlar? Insonni Alloh bugun uyg'otganiga shukr qilish kerak ekanda. Boshqalarning xatosini topib, boshqalarni yashash tarzini tarbiyalayman deb bekordan bekorga vaqtni o'tkazgandan ko'ra, inson o'zini kelajagini, rivojlanishini, farzandlarini qorni och to'qligini, o'zini ertangi kunini yoki bugungi hayoti qanaqa go'zal o'tishini ko'proq o'ylasa, men o'ylaymanki juda go'zal bo'ladi. Men hech qachon kimnidir obsуждение qilmaganman hayot tarzini, kelajagini, nima qilishini, tarbiyalanishini. Даже o'zim farzandlarimni 18 yoshdan keyin ortiqcha tarbiyalamayman. Chunki tarbiya 18 yoshgacha bo'ladi. Shuning uchun nima demoqchiman men sizlarga? Mana shu 6 yildirki, почти 6 yil bo'ladi blog ochganimga, shu men tarbiyalashga urinasizlar. Qaysi sizning gapingizga kirdimki, qaysi bir insonni yo'l yo'riq bilan yurdimki, boshqara oldingiz desam. Meni boshqara olmaysizlar, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Raz meni yaxshi ko'rib kuzatyapsizlarmi? Meni hayot tarzimni shunchaki serialdek ko'ringlar xolos. Bu uvol, bu boshqa. Men sizlarga har bitta narsani isbot qilib bera olmayman, majburan emasman. Lekin demoqchiman. Meni xo'jayinim shundan o'zinglar aqlinglar yetsa bo'ladi. Meni xo'jayinim shu hayvonlarni, baliqlarni, ya'ni qushlarni boqyapti-ku, demakki odamzodga undan ham ko'p yordam qilganlar. Shuni ularga berguncha qaysidir insonlarga bersangiz bo'lmaydimi deb yozganlar juda ham ko'p kommentlarda. U uchun aqlni ishlatib bilish kerak. Hayvonga shu darajada yordam bergan inson bandasiga bermaydi. Shuning uchun endi meni o'zimni tarbiyalab to'ymagan insonlar bor edi, endi xo'jayinimni ham tarbiyalashga o'tyapsizlar. Meni xo'jayinimni tarbiyasi, aqli, hamma narsasi joyidagi, shu kunlarni даже meni shu darajaga olib chiqishgacha yordam berdilar. Nima demoqchiman sizlarga? Yana bitta narsa. Sizlar aytasizlarki, bir ikkitalar yozibdi-da, erga tegib charchamadimi, boshqa. Charchamayman. Baxtli bo'lgunimga qadar men baxtli o'tadigan kunlarimni izlayman. Men Alloh taqdir qilgan kunim, Alloh taqdirimda yozilgan, peshonamda yozilgan hayotimni kechiraman. Sizlar meni hayot tarzimni o'zgartirib qo'ya olmaysizlar. Shunday ekan, kimga yoqsa meni kuzatsin, yoqmasa kuzatmasin, komment yozishlaring boshqalar ta'sir qilmaydi, lekin aytib qo'ymoqchiman bu narsani. Men 3-yerga tegdimmi, boshqami, baxtimni izladim, topdim, alhamdulillah. Meni baxtimga xalaqit qilish hech bir bandasiga emas. Alloh istagi bu. Qabul qiling. Kimni taqdirida, kim agar mana gadoylik qilayotgan bo'lsa ham, Alloh unga to'g'ri kelganini, ko'tara olganini beradi. Har qanday insonni peshonasida yozilayotgan muammosi-yu yaxshi kunini Alloh ko'taralganiga, qadariga qadar beradi. Alloh taqdiri bu. Shu uchun meni tarbiyalamang. Endi bu yog'iga meni tarbiyalaydigan, даже meni tarbiyalamaydilar xo'jayinim. Meni qabul qilgan xo'jayinim bor. Shuning uchun xohlasam, ularni xohishidek hayotda qilishim mumkin, lekin sizlarning xohishinglardek emas. Qabul qilgan inson kuzatsin, qabul qilmagani yo'q. Doğru söyledim mi aşkım? Bebeğim doğru söyledin. Fakat şu da var. Ben negatif yazan insanlara şöyle düşünüyorum. Bakış açım farklı. Şimdi mutlu oluyorum. Allah yalancı değil, şaşar ve beşersiniz insanoğlu diyor, hata yapabilir, hata yapmak için bizi yaratmış. Yani yazan insanların adına da kötü düşünmüyorum. Neden? Hazreti Ali'ye demişler ki, ya Ali seni şu kişi öldürecek. Demiş, o beni katiyen öldüremez. Ya Ali, ilmine mi, bilgine mi, gücüne ve kuvvetine mi güveniyorsun? Demiş, hayır, benim o insana hiç iyiliğim olmadı. Yani ağacın kurdu dibinde olur. Bu negatif yazan insanlara da muhakkak bizim hizmetimiz, iyiliğimiz, hiçbir şey olmasa bile duamız olmuştur. Niye? Çünkü her duada bütün ümmet Muhammed'e, bütün Müslümanlara dua ediyoruz ya. Yani normaldir öyle yazmaları, muhakkak iyiliğimiz olmuştur. Buna emin ol. Shunaqa go'zal so'zlarni aytadilar. Yana bir narsani aytmoqchiman-da.
menga turmush o'rtog'im nimadir qilsalar, u kichkina narsa bo'lsa-da, meni hayotimdagi erkak kishi o'zini pullariga, o'zini kuchiga menga aytmasdan qilayotgan syurpriziga men juda kuchli baho beraman. Men uchun bu eng ulug' narsa. Men uni million marta ko'rganimni yozyapsizlar. Siz ko'rgansiz-ku, bu zavtrak nima farq etmas. U menga hozir bitta kichkina morojniy, konfetcha olib kelsam, mana bu, например, ertalab olib berdilar. Voy, pul ulash. Mana shokolad, men buni million xilini yeganman. To'g'ri. Lekin men uchun bu narsa juda ham ulug'. Chunki xo'jayinim o'zini cho'ntagidan, pulidan, mehnatidan, miyasidan, aqlidan kelib chiqib menga shuni beryaptilar. Erkak kishini mamnun qilish bu meni odatim. Kim menga oddiy sovg'a bersa ham bu meni odatim. U insonni men faxrlantiraman va xursand bo'lganimni bildiraman. Chunki Alloh shukrlarga yetkazganiga shukr deyman. Bo'sha bitta gap aytaymi? Meni hayotimdagi ilk bora o'zini cho'ntagidan rasxod qilib meni faxrlantiradigan, menga syurpriz qiladigan erkak birinchi marta. Shunday ekan, men u erkak bilan mamnun bo'lyapman. Yana bir yildan keyin ajrashib ketib yig'lab chiqadi. Ertaga borsammi, yo'qsammi, sanmisan meni taqdirimni yozib qo'yadigan, jannatga, do'zaxga yoki men unga deydigan. Tur firmamisan deydi-ku, meni jannat bilan do'zaxga yuboradigan. Vot, o'shaning uchun meni kelajagimni sizlar tikib bichmaysizlar. Alloh tikib bichib qo'ygan. Ajrashish peshonamda bo'lsa, undan qocha olmayman. Ajrashaman. O'lish peshonamda bo'lsa, undan qocha olmayman. Yashash peshonamda bo'lsa, undan qocha olmayman. Lekin inson taqdiriga o'zi ham sababchi bo'ladi. Aqlimiz, hamma narsamiz, ruhimiz Allohga suyangan holatda davom etsa, balki go'zal bo'ladi. Bu safar inshaalloh niyat qilaman, aqlli inson topganman, Allohni taniydigan va darshi davom etadi va sizlar kuyib o'tiraverasizlar. 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, bir umr sanaysizlar. Nasib qilsa. Siz uçup qoldi. Shunaqa zo'r gaplarni gapiradilar. So'yla aşkım, so'yla. Ve ben yine şunu eklemek istiyorum. Her zamanki gibi biliyorsun biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Hazreti Muhammed savaş esnasında taş atanlara ne demiş? Sakın ha taş atmayın. Ekmek atın, onların şu an karnı aç. Biz de ne diyoruz? Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti bütün ümmeti Muhammed'in ve senin takipçilerin üzerine olsun. Duadan başka hiçbir şey elimizden gelmiyor. Amin. To'g'ri. Sizlarga faqat biz duo qilib bera olamiz. Sizlarni biz zo'r qilib qo'ya olmaymiz va aqlimiz bilan sizlarni boshqara olmaymiz. Sizlarni Alloh boshqaradi, Allohdan ham emas. Lekin aqlingizni, qalbingizni o'zingizga ham bog'liq boshqarish. Shunday ekan, yaxshi niyatda davom etinglar. Yana bitta narsani aytaman hozir. Shuning uchun azizlar, şöyle bir şey. Bak aşkım. Adamın biri Hazreti Muhammed'e gitmiş. Demiş ki ya Muhammed, benim oğlumu evlendireceğim. Ama falanca kişinin kızıyla evlendireceğim. Bize dua eder misin? Demiş ki ben, Mikail, Cebrail, yeryüzündeki bütün melekler, gökyüzündeki bütün melekler, bütün evliyalar, enbiyalar, gavuslar ve peygamberler dua etse de Allah'ın sana yazdığı kaderden başka hiçbir şey yaşayamazsın. Allah yazmışsa biz de Allah'ın yazdığına yaşamak zorundayız. Allah'tan gelen baştan göz üstüne elhamdülillah Allah'a ki senin gibi kaliteli, namuslu, şerefli, kendi ayaklarının üzerinde duran hem anne hem baba, böyle değerli bir insanı tanıdığım için ben kendimle ve seninle gurur duyuyorum ve herkese de teşekkür ediyorum böyle bir insanı tanıdığım için ve şunu eklemek istiyorum, ben yine de dua etmek istiyorum. Allah'ın hamma narsaga javob berib olyapman. Mana sizlarga tarqatadigan narsalar, aqlli gaplarimni tarqatib yuboringlar, o'shanda qutulasizlar. Chunki kim qanaqa narsani tarqatib yurasizlar gruppalar. Nima demoqchiman? Savollaringizga javob. Turk tilida bunaqa gapirilmaydi, unaqa. Meni erim o'zbek tilini mendan yaxshi tushunadilar. Shuning uchun sizlar ham tushunishingiz uchun yarim o'zbekcha, yarim turkcha qo'nishaman bular bilan videoda. Xohlasam o'zbekchada qo'nishaman, lekin birdaniga mendan hamma narsa kutmang. İstagim qanday holatda yashasam xo'jayinim qabul qildimi, siz majbursiz. Bundan buyog'iga O'zbekistonda hech bo'lmasa siz o'zbekistonliksiz, siz deng, unaqa yo'q. Men Turkiyaga erga tegdim. Ya'ni men turmush o'rtog'imga qarab ish tutaman. O'zbekistonga erga tekkanimda o'zbekchasiga ish tutardim. Men turkchasiga ish tutaman. Chunki ularni xohishi menga ko'proq rol o'ynaydi. Men istagimni qilasam, men xohishim bo'ladi. Hech kim seni hech narsada boshqara olmasin, mendan o'zgasi dedi. Tamam. Hal qildik. Azizlar, keyin yana bir gapni aytay. Men maqtanyapti boshqa emas. Meni ishim Instagramda lifestyle videolar qo'yib borish. Agar men ularni ham qo'yib bormasam, hayot tarzimni qo'yib bormasam, nimani qo'yaman sizlarga? Men
blogerman. Insta hayotimni boshidan boshlagan va shuni orqasidan ko'pincha pul topganman, foyda qilganman, yashaganman. Va mani hamma nima bo'lyapti nafas olishimdan tortib sochim tolasigacha qiziqadilar. O'shaning uchun trenddan tushmayman. Shu qadar qiziqman insonlarga va men bu ishimni hech qachon tashlab qo'ymayman. Endi men erga tegdim deb erim bilan bo'layotgan hayotlarimni realistda bo'lishmasam agar sizlarga qizig'im qolmaydi. Insta blogimda nimani ko'rsatay boshqa? Hozirgi hayot tarzim bu. Realistni olib chiqyapman. Men ham ko'p marta issiq choy ichib og'zim kuygan. Qatiqni ham puflab ichaman o'shaning uchun. Men hozir boshqa hech qanaqa yolg'on roliklar, mobilograflar bilan ishlamayapman. Realni qayerga borsam, nima qilsam, endi mazga to'liq 24 ga 7 bo'lishmayapman. Hali ham bir videolarim, nima qilayotganim qo'yib boryapman. Men har qachon qo'yib borganman. Agar men hamma narsani bekitsam agar, постоянно hozir yorim bilaman, nimani qo'yaman? Hech narsasiz pustoy akkauntim, axvatim, hamma narsam o'lib qolishi kerak. Yo'q, men qo'yaman. Ertangi kun, ya'ni-da nima bo'ladi, nima qo'yadi, uni menga Alloh mana shu kun mana shunaqa bo'lasan deb aytmagan. O'shaning uchun men hozirda bo'layotgan voqealarni sizlar bilan bo'lishib boryapman. Riskovniy qizman. Har bitta riskka qo'rqmasdan bosh tiqaman. Ya'ni to'g'ri, bir qancha vaqt oldin qiynalgan vaziyatlarimda yo'q, boshqa hayot qurmayman deganman, lekin menga shu qadar sinadim, kuzatdim. Yana bir erkak mehr bersa, meni обеспечить qilsa, meni qiyinchilikdan chiqarsa, yukni yelkamdan olsa, ya'ni hamma yukni yelkamdan olib, men seni ishlasang, ishlamasang boqib olaman, kerak bo'lsa farzandlaring bilan, onang bilan, urug'aymog'ing bilan baxtli qilaman degan erkak bo'lsa, kim norozi bo'ladi? Agar faqatgina pul uchun bitta erkakni tanlaganda O'zbekistonda milliontasi menga pul taklif qilgan. Men pul uchun tanlamayman. Haqiqatda bu inson mehr oqibati. Kerak bo'lsa shunaqa videolarim bor, qo'yaman ham endi. Naskimgacha kiygizib ichib qo'yadigan holatda ham bular oddiy holat deb biladilar. Mehr, bularda birinchi o'rinda mehr. Bu insonni asl topayotgan pullari, ishlarini men ham yaxshi bilmayman. Haqiqatda bilmay turib mehriga men uchdim. Haqiqatda realni berayotgani. Chunki turklarda, ya'ni meni xo'jayinim kurt insoni, bir so'z dedimi, buni ustidan chiqmasa bular uchun nomuslarga videolarda ham aytayapman. Men nomusim, sha'nim, sharafimni qo'yib bu ayolni oldim deyaptilar. Demakki, men bu insonga yana bir bora shans berishga, ishonib ko'rishga qaror qildim va men harom yo'lda yashashni istamagan qiz bo'lganim uchun nikohlariga o'tdim. Hammasi yaxshi bo'ladi ekanini bilib boryapman va bilaman ham, xayolimda ham hammasida yaxshi kunlarni kechiryapman. O'shaning uchun Xudo xolasa tez kunda dokumentalni zagsdan ham o'tish niyatim bor. Men-da charchadim yolg'izlikdan. Chunki meni yashash tarzimda yolg'izlik juda qiyin. Men juda kuchli yashash tarzini olib boraman. Va endi farzandlarga kelsak. Farzandlarimga kelsak, farzandlar bo'yi katta bo'lib qoldi, uyalmaydim. Nima uchun uyalaman farzandlardan? Nima uchun? Men baxtli bo'lishga noloyiq qizmanmi? Noloyiq onamanmi? Nimasindir eplab qo'ymaganmanmi? Nima ularni otasi baxtli bo'lsin, otasi birinchi marta hayotda tark etib boshqa hayot qursin, men og'zimni ochib tomosha qilayman. Toki baxtli bo'lmagunimcha kurashaman. Men shunaqa ayolman. Men og'zimni ochib, olma pish og'zimga tush demayman. Baxtni izlab kurashib yashaydigan ayolman. Farzandlarimni nima uchun men farzandlarimdan so'rab ish qilishim kerak? Yo'q, meni farzandlarimmi ikkita non olib kelib boqib qo'ygan, meni farzandlarimmi kiyintirib qo'ygan yoki men onammi, masalan, agar onam menga qarshi bo'lsa ham men yo'q derdim. Chunki meni onam ham ikkita non bilan boqmaydilar. Men onamga zararim tegmaydi. Shunday ekan, men kelajagimni, Alloh menga taqdir qilgan hayotimni men o'zim hal qilaman. Har bir banda o'zi hal qilishga haqqi bor. Toki men farzand emasman, hali yosh qizcha emasman, men onaman, ko'p-katta xotinman. Uchta erga tegdi, boshqa deb yozayotgan xotinlarga kelsak, siz ham shunday aslida baxtni ko'rishni istaydigan ayolsiz, aslida zavis sizni qiynaydi. Lekin siz bilingki, men sizni eringizni ushlamadimmi? Sizni eringizga bormadimmi? Yoki men bir kimnidir xotinning ustiga xotin bo'lmadimmi? Sizga emas. Men shunday qilib o'tiring. Endi men qo'rqadigan joyim yo'q. Shuncha payt men sizlarni hurmat qildim, boshimga qo'ydim. Sizlarga emas ekan. O darajadagi hurmat, negativchilar. Hurmat qilgan insonni hurmat qilaman. Qachonki ayol kishi kuchayadi, yonida suyanchig'i kuchli bo'lsa, meni suyanchig'im juda ham kuchli. Men uchun aytgan, даже o'zimning farzandim, seni farzandingga boshqasi qarshi chiqsa-da, men qarshi qo'yaman.
man yomon qilaman. Hech kim begonalarniki titib tashiydigan inson. Man bu safar shunaqasini topganman. Shu qadar kuchli, Alloh shunaqa kuchli qilib qo'yganki, hamma og'ziga qarab, oyog'ini tagiga qilayotgan, bosayotgan qadamiga qarab qadam bossin. Man qo'rqmayman hech kimdan, Allohdan faqat, boshqasidan. Asli man hozir ishlamasam-da meni boqib oladi. Bemalol. Lekin menga aytdilar, senga karyerang muhimmi? Senga ishing muhimmi? Agar sen ishing bilan qoniqadigan bo'lsang, xursand bo'ladigan bo'lsang, men u ishingda-da yordam beraman. U ishingda-da kuchayishingga yordam beraman dedilar. Necha kun bo'ldi hali birga yashash boshladik. Men bilardim oldindan, lekin birga yashash boshlaganimiz o'zi menga katta effekt berdi masalan. Agar bu insonda nimadir neto narsa bo'lganda hech qachon effekt bermasdi. Mana butun Turkiyada eng katta sahnaga olib chiqib qo'ydi. Masalan, u klub deb nomi sizlar uchun qo'rqinchli-ku, qanaqa bu yerda unaqa emas. U klubga hamma ham aynan bayram kechasida, Yangi yil kechasida chiqib konsert qo'ya olmaydi. Men sizga narxini so'zlamadim. Agar uni narxini aytsam, bitta qo'shiqqa necha ming dollarga meni chiqarib qo'ygani, u yerda o'tirg'izib qo'ygan dugonalarim, erlar bilan kelib mehmon bo'lib ketishgan, bilasizmi? Bir kunda necha minglab dollarni rasxod qilib yuborayotgan inson bu. Men har doim aytganman, men hech narsani bekitmayman. Hayot qurdimmi, hayotimni ko'rsataman. Ajraldimmi, uni ko'rsataman. Xatoyim bo'lsa, xatoyimni ham aytaman. Chunki men shunaqa insonman. Men haqiqatni gapiraveraman, farqi yo'q menga. Masalan, yo'q qilingan deganda ko'rsatib ham operatsiya bo'ldim kerak bo'lsa. Так что bu yog'iga borimcha qabul qiling. Qiyiz kelmasa, к черту menga. So'kinib ham boraman o'sha. Men shunaqaman. Shunaqa bo'ldim. Meni hayot shunaqa tarbiyaladi. Lekin men hozir kunda baxtliman. Bu narsalarni bugun gapirdim degani har kun chiqib sizga vada qilib o'tiraman deganimiz bo'ldi. Nechta gruppaga tarqatsangiz tarqating, boshqa menga farq etmas. Men o'sha egalik ayolman. Va bilasizlarmi yana nima? Ko'pincha negativlarni даже o'qisam, kommentlarda negativlarda erkaklar yozganda, erkaklar siznikini meni erimniki qichityaptimi? Hammangizni yomon demayman, yaxshilaringiz bor. Lekin siz mening akkauntimga kirib komment yozishingiz naqadar pastlik. Bitta gap bor-ku, to'y o'tgan ekan, xinani bitta joyinga qo'ydik. Tashda kuyinmang erkaklar. Yaxshi xotinni ko'rgis kelsa, yaxshi hayotni ko'rgis kelsa, kurashing. Negativ erkaklar hammasi ham emas. Yaxshi erkaklar ham bor. Meni yerimdan da zo'r insonlar bor. O'zbekistonda bor, Turkiyada, boshqa joyda, har yerda bor yomonlar. Aynan o'sha yomonlarga atab aytyapman. Qichimasin senlarniki. Negativ yozayotgan erkaklarni siz deyish jalqa men uchun. Shuning uchun ko'rmalaring chidolmayotgan bo'lsalaring. Shuning uchun ikkita quloqingiz bilan eshitib oling. Meni ikkita non olib bitta kiyimimni kiygizib qo'ymaydigan, o'zini kunini ko'rib yurgan farzandlarim bilan men qo'rqishim kerakmi? Bir umr xor bo'lib yashashim kerakmi? Bir umr itda ishlab o'zim bilan kurashib yashashim kerakmi? Menga shans berildi. Allohdan yaxshi inson ro'bara bo'ldi, va'dalar berildi. Men hammasini harakatini qilib ko'raman. Shuning uchun men hech kimdan qo'rqmayman. Meni hech kim ikkita non olib boqib qo'ymagan. Meni ikkita non olib boqib o'tiribman deya olmaydi. Hamma ko'ring, tomosha qiling, mazza qiling. Hamma yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'raman. Osmon qadar boshimga qo'yaman. Negativchilarga deyman.